Ertalab uyg'onganingizda bo'g'imlaringizda og'riqlar va karaxtlik bormi? Unda sizda reaktiv artrit kasalligi bo'lishi mumkin. Reaktiv artrit kasalligi bu bo'g'imlarni, ya'ni yakka bo'g'imlarni zararlanishi bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Bunda asosan katta yirik bo'g'imlar zararlanadi. Asosiy bo'g'im bu tizza, boldir tovon bo'g'imi yoki bo'lmasam tirsak bo'g'imlari zararlanishi bilan kechadi. Reaktiv artrit kasalligini o'z vaqtida davolash lozim. Bu artritni davolamaslik hisobiga bemorda revmatoidniy poliartrit kasalligi rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Bu kasallikning asosiy belgilari nimadan iborat? Ya'ni bo'g'imlarni shishib, qizarib, kattalashib ketishi va bundan tashqari ertalabki karaxtlik hisoblanadi. Ertalab bo'g'imlar karaxt bo'ladi. Uyg'onganda bemor bu bo'g'imni o'ziga keltirib olish uchun 5 daqiqa yoki 10 daqiqa vaqt davomida vaqt sarflaydi. Reaktiv artrit kasalligini keltirib chiqaruvchi asosiy omillar bular jinsiy yo'llar orqali yuqadigan infeksiyalar va bundan tashqari o'tkir ichak infeksiyalari bo'lishi mumkin. Reaktiv artrit kasalligini o'z vaqtida davolash lozim. O'z vaqtida revmatolog qabulida bo'lish bu kasallikka yechim hisoblanadi. Biz bundan da qiziqarli ma'lumotlarni qayta saytimiz orqali berib boramiz. Bizni kuzatib boring.